kelinga gul beryapsiz, menga bitta xashak ham bermagansiz. Sen molmisan, senga xashak beraman. Boring. Bo'ldi, kampir. Gavayl ovozing o'tsin uning. Bugun sening nima edi sevgiling, meni qarajima ol. Chol, men sizga molman, gulni otasi romantika qilib bering. Nima edi u romantika? Hamma yoshlar qilyapti-ku, ana bunday avlayamyo. Menda faqat bunday bo'ladi, unaqa bo'lmaydi menda. Mana. Chol, turang, o'g'lingiz bilan keliniz TikTokka kontent olyapti, biz ham kontent olaylik. Duo olaylik, 2 yil umring qoldimi yo'qmi? Padaringlar. Qani o'g'ling? Ajabsiz. Emin bor, o'zlar ovqat qilyapsizlarmi? Kelin, ana lampochka chiqingizni berib turing. Nima qilasizlar decham? Molxona sveti o'chib qopti, padaringlar. Mana shudan misatu Chol, hatta bir yuzimdan o'ping. Qanday o'pay? Og'zimda nosim bor, qanday o'pay? Kontentingga tushirganimga jonda. Yetdim nosimni mana. Qirolicham ishkalatiye dubayskiy ishkalat keldi. Eri keldi, eri. Ayang ko'rmasin, ayang. Chol, Ana ko'rdi. Ha. menga dubayskiy shikoyat bermaysizmi? Yaxki. Ya dada, O'g'limni ko'pmi puli? U menimcha xotin quli. Bo'y. Kim nima qilsa shuni qilar? Bo'kib yega xopmi? Chol, menga dubayskiy shikoyat kelmadingizmi? Bu iranskiy shokolatingdan ham zo'r, tushundingmi? Bu sifatni Dubai Wafers degan vaflilari. Sifat hozir trendga chiqdi. Hamma bloger reklama qilyapti. Bo'ldi, mana shuni yeginda maza qilgan, men qaytib bezovta qilib urib o'ldirib qo'yaman. Chol, o'sha biri bor. Yana nima bo'ldi? Ana ular Spanli bilan vannaga atir ko'rsayapti. Nimadir qilishmoqchi. Lekin buni qila olmaymiz, kampir. Nimaga? Menga qara. Men ham atirgul chepa olaman, lekin boshqasini qila olmayman. 84 ga kirdim. Buyog'i endi